Mana buni qaranglar, mana bu yerda issiq suv tushar ekan, qaynot urug'i. Mana bu yerda matcha turar ekan tayyor. Anani kiyot. Wow! Sushilarimiz mana kiyotdi mana. Wow! Sushilarning kelishi bor, shunaqa ajoyib ekan. Ramyonlarimiz keldi. Mana baliqli ramyonimiz. Wow! Ishtahani vasha ochadigan ko'rinyapti. Yana bitta sushimiz keldi. Degustation qilamiz. Haqiqiy sushi yedim. Haqiqiy ramyonchidan aytishyapti, anaqa deb. Bizda ko'p narsa qo'shib yuborishadi sushida. O'zi haqiqiy sushi shunaqa bo'lishi kerak. Ko'p devonman, shoshish bilaman-da. Qanaqa? Yoqdimi? O'zimizdaniki o'xshaydimi o'xshamaydi? Zo'r, bu yoqyapti, meni ishtahalarimni ochib Ура! Mama с необычной тильда. Потреб советский. Juda ozgina motor. Menga sushi yoqdi. Men hayronman. Balki men yomon ish qilayotgandirman hozir menga sushi yoqayotganiga. Men go'sht yeydigan bola edim, lekin menga sushi rostdan yoqdi. Qizil ikrali sushi ham bo'lar ekan. Qarang. Sushilarni yeb bo'ldik. Bu yerda tarelkalarning soniga qarab to'lov qilinar ekan, qaranglar. Shuni tarelkani berkitib qo'ysa bo'lmaydimi? Cho'ntik-po'ntiga solib. Buni yaponlar ko'rsa men deport qolsa kerak. Bunday ishlar qilmanglar do'stlar. Da. O'zi kiyikni ham olib ketmoqchi edi bittasini, qozonga bosib yeganim. O'zbeklar O'zbekistonga nimadir olib borishimiz kerak-ku deydilar. Mana shu odam shunaqa odam bilib qo'yinglar. Kiyiklar juda ham ajoyib jonzotlar. Ayniqsa bug'uni mazasi sizga yoqqanida. Avaylashimiz kerak va hayvonlarga mehribonroq bo'laylik do'stlar. Mana shuni so'rab qolgan bo'lardim. Bor yo'qoling.